taklif qilsangiz. Demak, Aziz, studiyamizning mehmoni so'nggi yillarda xalqaro festivallarda ishtirok etib kelayotgan sirk artisti Jamshid Mirzayev bo'ladi. Marhamat Jamshidbek, kelishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Keling. Assalomu alaykum aziz ona xalqim. Nimaga men bunday salomlashyapman? Chunki har safar O'zbekistonga, ya'ni tug'ilib o'sgan joyimga kelganimda odamlar festivallarda ishtirok etgan ekansiz va siz haqingizda ma'lumot berishda bir qancha chiqishlaringiz ham omadli bo'lgan ekan va sizdan azaliy orzuyingiz ham bor ekan. Ana shular haqida ham aytib o'tsangiz. Rahmat, savol berganingiz uchun rahmat. Azaliy orzularimdan biri birinchi, ya'ni estrada sirk kollejiga kelib sirk yo'nalishini tamomlaganman. O'zim yo'nalishimda. Keling boshidan aytib bersam. Bu yo'nalishga nima sabab bo'lgan? Men sirk yo'nalishida ikkinchi avlod vakiliman. Ya'ni dadam shu yo'nalishga olib kelgan. Ya'ni men sirkni tanlamaganman, sirk meni tanlagan. Estrada sirk meni tanlagan. Bo'lganlaridan biri 2026-yil mart oyida bo'lib o'tgan Las Vegasda bo'lib o'tgan Viva Festda jonglyorlik, ya'ni mohir qo'llar, ya'ni chaqqon qo'llarlik bo'yicha xalqaro festivalda ikkinchi o'rinda oldim. Xalqaro festivalda Las Vegasda bo'lgan. Tasavvur qilyapsiz, ikkinchi o'rin. Hammaga ham emas. Mana bo'lmasa. To'y bor, diqqat bilan tomosha qilamiz. 1 2 3. Bravo. Ana. Shunchaki qoyil qolish kerak. O'ziga yarasha sertifikati, o'sha ruxsatnomasi bor. Xavotirga o'rin yo'q. Tayyormisiz? Siz men bilaman. Men tajribaga boqilgan quyon bo'ldim shekilli bugun. Men sovuq narsalardan qo'rqaman. Juda ham oddiy. Bu shunchaki 3 dona pichoq. Ana sizga mutlaka. Oxir-oxir nima bor? Bo'ling azizlar. Hayır. Kayfiyat yuqori